İsrailiyaning hozir qilayotgan ishlarini nemishqa hech kim o'tirg'i chiqib to'simaydi. Biz avval Isroiliyaning nimalardan qo'rqmaydiganligiga qarab boqaylik. Birinchisi, Isroiliya Rossiyadan, Amerikadan, shundaqla BDTdan qo'rqmaydi. Rossiyaning xalqaroda yuzi cho'ng bo'lgan bilan O'rta Sharqda gap o'tmaydi. Amerika bo'lsa Isroiliya bilan nihoyat yaxshi o'tadi. Amerika Isroiliyaga qo'l selishga petinolmaydi. BDT bo'lsa ko'pincha vaqtlarda ijro qilish kuchi bo'lmaganlikdan Isroiliya BDTdan mansirab ketmaydi. Ikkinchisi, Isroiliya Yevropa ittifoqi, Germaniya va Fransiya qatorliqlardan qo'rqmaydi. Yevropa davlatlari izchil Isroiliyani ayblab kelyapti, ammo Isroiliyani majburlashga amali yo'q. Uchinchisi, Isroiliya O'rta Sharqdagi Iran, Turkiya, hattoki Arab birlashmasidan qo'rqmaydi. Iran izchil Isroiliya bilan qarshilashaman deydi, ammo Isroiliyaning harbiy kuchi ojiz emas. Uning ustiga Amerika keyinda bo'lg'ashqa Iran izchil amaliy harakat qo'llanolmaydi. Turkiya bo'lsa bayonot e'lon qilishda, tillashda nihoyat yomon, ammo ular faqatla bayonot e'lon qilib qo'ydi xolos. Arab birlashmasi bo'lsa Amerikani ranjitishdan ansiraydi, uning ustiga birlashma ichidagi davlatlarning fikri bir yerdan chiqmaydi. Shunga Isroiliya bulardan qo'rqmaydi. To'rtinchisi, Isroiliya yana iqtisodning nachar bo'lishidan va boshqalarning cheklishidan qo'rqmaydi. Isroiliyaning fan-texnikasi va iqtisodiy qurilmasi intayin mukammal. Yahudi kapitallari dunyo iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Kimki Isroiliyani cheklaydi ekan, undaqda Yahudi kapitallari o'tirg'i chiqib vaziyatni o'zgartiradi. Shunga Isroiliya iqtisodga munosabatli ishlardan ancha bak ansirab ketmaydi. Beshinchisi, Isroiliya xalqarodagi nachar gap so'zlar va besimdan qo'rqmaydi. Isroiliya nima qilg'isi kelsa shuni qila oladi, nima degisi kelsa shuni deya oladi. Boshqalarning nima deb qilishdan ozroq ansirmaydi. Chunki dunyodagi ko'p qism axborot vositalari yahudlarning qo'lida. Uchur jingida Isroiliya osonlikcha o'tirib etmaydi. Undaqda sizlarningcha Isroiliya zodi nimadan qo'rqidi, kimdan qo'rqidi, inkas rayini ko'rib boqaylik. Dunyodagi eng yangi yaqin masalalarga qiziqsangiz yurak berib meni qo'shib olgandan keyin har kuni